Mana sizlar bilan video yaratish jarayoniga keldik. Endi sizlar bilan qanday qilib bu videolarni yaratish mumkinligini ko'rsatib beraman. Dangasalar uchun variant ko'rsataman. Ikkinchi variant o'zingiz noldan yaratilmagan videoni yaratmoqchi bo'lsangiz. Unda ketdi. Dangasalar uchun variant bu Kling AI ni o'zini kutubxonasi bor. Har xil videolar yaratilgan jarayonlar. Men bu narsani nima bo'yicha ishlataman? O'zimga ilhom olish uchun, undan tashqari o'zi qanaqa mana bu promptlarni ishlashini ko'rish uchun. To есть mana bu mushukcha mana bu anaqadan yurib kelyapti. Mana ko'rib turganingizdek promptim yozilgan tayyor. Mana bu yerda mana yurib kelyapti. Mana oddiy rasm yuklangan. Keyin mana prompt yozilgan. Nastroykalar shunaqa. Mana recreate degan tugmaga bossangiz, siz bemalol ushbu videoni noldan yarata olasiz. To есть dangasalar uchun birga bir shunaqa video qilmoqchi bo'lsangiz yoki mana bu yerda aylanayotgan qaranglar 3D prям gul do'koningiz bo'lsa, mana shunaqa video qilsangiz zo'r uchadi. Mana tayyor ideya, rasm yaratilgan, mana prompt shunaqa, qanaqa yana nastroykalar qilingan, mana negativ prompt degan narsani qo'shgan bu yerga. Bu ham 5 sekund professional modda qilingan. Recreate ga bossangiz, точно shunaqa narsa qilishingiz mumkin va o'zingizga yuklashingiz mumkin bo'ladi. Yoki kosmonavt yuqoridan kelib nima qilyapti, yoki mana bu ham menga yoqdi. Qarang, raketa qo'lida uchib ketmoqda. Mana bu yerda qanaqa qilingan? Rasm, tagiga prompt yozilgan, nimalar yozilgan, и все. Recreate ga bossam, men shunaqa video qila olaman. Yoki mana bu ham menga yoqqandi, hozir qotda unaqa quyoncha. Mana bu yerda ham men nima qanaqa qilingan deb o'ylagandim. Qotda quyoncha, quyoncha nima qilayotganligini qarang, qotda prompt qilingan bu yerda. Bu yerda negativ prompt, nima qilinmasligi kerakligi ham yozilgan. Buni ham boshida recreate bossangiz, dangasalar uchun birga bir shunaqa qilsa bo'ladi. Yoki odamlar yuzlari ham mana birga bir qila oladi. Qisqacha aytadigan bo'lsam, bemalol mana shu yerda ko'rib, ilhomlanib, точно shunaqa qilsangiz bo'ladi. Yoki mana ko'p nimalarda ishlatiladigan kichkina odamlar videosi, buni ham qanaqa qilayotganligini ko'rsangiz bo'ladi. Mana hozir загрузка qilsin. Odamlar mana ishlayapti. Bu yerda ham rasm Create qilingan. Mana tagida prompt yozilgan tayyor. Buni ham recreate qilib qilsangiz bo'ladi. Hozir men, например, o'zim Create da yuzimni yaratib, mana shunaqa odamchalar bilan deb yozsam, menga qilib bera oladi. Birga bir. To есть bu uchun mana buni screen qilamiz. Foto prompt ga kiramiz. Menga mana shu rasm uchun prompt berdingiz. Keyin o'zingizning rasmingiz bilan Create qilasiz. Hozir boshqa video uchun qilishni tushuntirib beraman. Men bu yerda boshqa video tanlagandim. Yoki aytgancha mana bunaqa kichkina hayvonchalarni ham qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz. Endi bu yerda уже muzikali qilingan. Yana menga bu ham yoqqandi. Zo'r qilingan. Bu yerda ikkita kadr qo'shilgan, lekin men bu rasm, ikkalasi ham rasm. Video yaratish jarayonida unaqa qiyin narsa emas. Просто bu rasmni o'ziga ko'p kuch ketgan. Mana приближение qiladi, ichiga o'tib ketadi. Juda ham zo'r. Mana recreate ga bossangiz, bemalol shunaqa rasm qila olasiz o'zingizga. Shunaqa video. Mana hammasi realistik, birga bir. Endi ozgina qotyapti bu internet tufayli. Давайте men sizlarga hozir bitta masalani ko'rsataman. Mana bu kimdir konditerskiy shunaqa bulochkalar bilan zaryad qiladigan bo'lsa, qaranglar, namuncha appetitni qilingan, appetit ochib yuboradigan. Mana buni masalan biz qilmoqchi bo'lsak, recreate ga bosamiz. Birga bir qilmoqchi bo'lsangiz, mana rasm yuklandi, prompt ham o'ziniki, hamma nastroykalar saqlangan. Generate qilib 20 kredit kiraman desangiz, sizda ham shunaqa video bo'ladi, o'zingiz ishlata olasiz.
Lekin men anaqa copy paste birga bir qilishni yomon ko'raman. Shuning uchun men nima qildim? Men bu narsani marojniy bilan qilishni harakat qildim. Bu rasmni men kopировать qildim. Keyin foto promptga kirib, menga mana shu kruassan uchun prompt yozib ber dedim, lekin marojniy bilan dedim. Menga sразу yozib berdi ushbu promptni. Bu promptni olaman, Create ga kiramanda yuklayman. Generate tugmasini bosaman. Generate tugmasini bosgandan keyin menga har xil rasmlarni beryapti. Men o'zimga yoqqani mana bu bo'ldi. Buni olaman, saqlayman. Saqlanib qilgandan keyin bir narsa bor, juda ham muhim. Ushbu rasmni sifatini 2 ga oshirish kerak, 2x ga. То есть bu rasmda unaqa detalizatsiya kam, lekin zo'r bo'lib ko'rinishi mumkin. Shuning uchun Create ichida enhance degan funksiyasi bor. Enhance degan funksiyasiga kiramiz. Rasmimizni yuklaymiz. Endi qilingani уже bor menda. Mana yuklaymiz. Yuklagandan keyin uploading qilinadi. O'ng tomonda sizga instruksiyasi chiqadi. Mana 2x deymiz. Upscaling activate bo'lgan bo'lishi kerak. Men promptni o'zi yozadi, nastroykalarni o'zi qiladi va enhance degan knopkaga bossangiz, sizda mana shunaqa rasm chiqadi. Mana bu oldin detalizatsiya, mana bu keyin. Qarang, mana bu svet tushishiga maksimal realistikni bo'ldi. Mana oldin, keyin. Juda ham muhim narsa rasmni zo'r qilib ishlab chiqish. Mana bir jarayonlar bo'ladi. Mana bitta hozir rasmni ko'rsataman. Hozir ochsin. Mana ochdi. Mana ko'rib turibsiz. Oldin kartinka ne uchun bo'lgan, lekin tekstni mana to'g'rilab berdi, yuzlarni ham to'g'rilab berdi. Mana oldin ulучшениyadan keyin. Lekin yuzlar bilan xatolik qilib qo'yishi mumkin, вообще o'zgartirib tashlashi mumkin, lekin oldin va keyin. Mana bu o'tirgan odamlar ham qaraydi, oldin va keyin. Maksimal realistik qilib bergan. Bu narsani, to есть video rasm asosida video qilmoqchi bo'lsangiz, rasm bilan boshida zo'r ishlash kerak. Rasmda xatolar bo'ladigan bo'lsa, bu videoda bemalol chiqib keladi. Shuning uchun rasmni oldin to'g'rilab, tekstlar, matnlar xato yozilgan bo'lsa, to'g'rilab, keyin men bu edit bilan yoki to'g'rilab, xato tekst bo'ladigan bo'lsa, keyin уже videoga o'tkazish kerak. Keyin men bu rasmni o'zimga yuklayman. Mana bu yerda yuklash funksiyasi bor. Keyin tayyor anaqa bor. Photo prompt master. Mana video Kling AI video prompt creator bor. Buni ham adden tashab beraman. Buni ko'rinishi mana bunaqa. Bu sizga tayyor promptlarni yozib beradi. Endi bizda qarang, hozir dangasa variantini ko'rdik. Dangasa varianti uchun prompt o'zimiz yozmaymiz. Mana bu tayyor prompti bor. Biz faqat rasmni o'zgartiramiz. Hozir Biroz ko'raylik, xatolik qilyapti. Mana marojniynikida biz rasmni yukladik, o'sha promptni qoldirdik. Конечно же, ice cream anaqa croissant deb yozilgan edi. Hamma yoqda croissantni ice cream deganga almashtirib chiqdim. Mana menda o'zimni unikal videom bor. Ertaga marojniy sotadigan bo'lsam, zo'r qilib chiqara olaman. Bu video ko'p rasmlar yig'ishi mumkin. Katta ehtimoli bor. Nega desa, prям apetitni chiqqan. No, agar siz aytganimdek o'zingiz prompt yozmoqchi bo'lsangiz, mana men yozdim. Shu rasm uchun image videoga prompt yaratib ber dedim. Marojniy pastga oqishi kerak, kamera mana bunaqa aylanishi kerak deb yozishim mumkin edi, lekin yozmadim. Mana menga tayyor prompt beryapti. Bu dangasalar uchun o'zingiz yozmoqchi bo'lsangiz, mana shu promptni olasiz, bu yoqqa qo'yasiz, mana bu yoqqa qo'yasiz, sizda tayyor video bor. Men bu narsalarga tegish kerak emas. Kreativnostni tegmaymiz. Standart yoki professional mod bor. Standart modda 20 kredit, 10 sekund 40 kredit. Professional modda 35, 10 sekundda 70. Bir marta qilayotganda bitta, ikkita qildirmanglar. Bo'lmasa men ballaringiz yo'qolib qoladi, tugab qoladi. Mana shunaqa qilib bizda video yaratiladi. Oddiygina.
Mana men hozir sizlarga o'zlarimizning videolardan ko'rsataman. Tak. Mana bu birinchi yaratgan video. Men bu olganman. O'zim yozganman. Mana bu rasm yuklangan. Robot tort pishirayotganini qilib ber dedim. Mana ko'rib turibsiz. Robot tort pishirayotganini qilyapti. Lekin qo'llari xatoroq qimirlayapti, no baribir qilyapti. Yoki men bu video ikkitaligini ko'rsataman. Bu rasmlar oldin Create yaratilgan, keyin ulучшение qilingan. Shundan keyin bizlar men bu ChatGPT prompt yozadiganda prompt yozdik. Shunaqa qilib, to есть kamera eshik ochilishi kerak va kamera asta-sekin ichkariga kirishi kerak deb yozganmiz. Mana men bu eshik ochilmagan bu rasmda, mana bu yerda ichkaridagi rasm, mana ikkalasini qo'shib berib, qolgan narsasiga biz tegmaganmiz va ikkalasini qo'shgan holatda bizga shunaqa video qilib bergan. Ko'rganingizdek, tajriba orttirish uchun 5-6 marta qilganmiz. Kreditlarni boshida shunaqa qilib yeganmiz. Sizlar aytganimdek, oldin to'liq videoni ko'ringlar. Keyingi darsda men qanday qilib prompt yozishni, prompt asosini tushuntirib beraman. Nega desa, xato qilingan jarayonni yana boshqacha berarmiki deb qilish xato. Oldin promptni ko'rib chiqib, qayerdadir xato bo'lsa to'g'rilab, uni mukammallashtirsa bo'ladi. То есть улучшение qilsa bo'ladi videoga. Qisqacha, mana videolar shunaqa qilinadi. Men bibliotekani ko'rdingizlar. Biblioteka bilan foydalangan holatda har xil videolarni qilsangizlar bo'ladi. O'zlaringizning rasmlaringiz bilan. Balkim sizga mana shu videodagi harakati yoqqandir. Siz ham shunaqa video qilib o'zingiz bilan o'zingizda qilishingiz mumkin. Shuning uchun zo'r videolar qilish uchun ko'p narsa bilish kerak emas endi. Faqatgina ushbu vositani ishlatishni bilish kerak. Sizlarga omad. Keyingi darsda prompt qilishni va eng asosiysi bunga vazifa beraman. Keyingi darsda o'ting.